Tushirdim. Tak. Endi sizga savol beraman. O'tirib ko'targan qanday bo'ladi, yotib ko'targan qanday foydasi bor? O'tirib, yotib ko'targan vaqtda ko'pincha mana oyoqlarga, qo'lga, oshqozonga ko'proq tushadi, qanotlanish yaxshi bo'ladi. Ha. Tizalarni yaxshi qilish uchun shu mashqlarni bajaramanda. Qon aylanishi tezroq aylanadi-da. Ha. Tushundingizmi? Ava. Tak. Shuning uchun ham men o'tirib ko'taruvdi. Bundan boshqa shtangisiz ham ko'tarsa bo'ladi. Mashqlar bor-da, baribir. Ava. Shtangida men ko'proq shtangaga qiziqaman-da. Ha. O'rniga shuni hozir o'tirib shuni turib ham ko'tarib berish mumkin. Biroq o'tiruv qiyroq bo'ladi, lekin shunda shuni qiyroq mashqlar. Masalan, nelarda televizorlarda, internetda reklama etib turadi, muskullar bo'ladi, ne bo'lib turadi u. Ha. Ular darichami? Darida bor ularning tarkibida. Hozir 45 kilo o'tirgan yerda ko'tarishim kerak shuni. Ha. O'tirgan tizada o'tirib, tizaning mana esda ta'sir etadi. Koleni. Ha. Shu nilarga ta'sir qanotlanish yaxshilanadi. Mana qarab turing. Ava. Yamalamiz. Hop! Hop! Ha. Ucu mana hozir mening oyoqlarim ucu sırası ta'sir etdi. Ava. Sırası yerda o'g'irlik ham tushdi, qanotlanish yaxshilandi-da. Hozir mana 45 kiloni ko'tardik. 45 kiloma ne şu? O yaqin 50 kilo oldu. Ha. 50 kiloni bir ko'tarib ko'ramiz. Yaxshi, unda 50 kilo. O'tirgan yerda bu. Bu da bilasizlar, sirtdan qaraganda ansatda ko'rinadi. Ava. Arkasının mashqning o'zining nesi bor-da. Ha. Ta'sir etadi. Hozir ko'ramiz. 50 kiloga o'tirdik. 50 kiloni o'tirgan yerda ko'tarib ko'ramiz. Tizada o'tirgan. Ha. Ava. Bismillahirrahmanirrahim. Ko'tarib olsam, yaxshi. Ko'tarib olsam yana 5 yine o'stirishimiz mumkin. Ha, ko'tarasa buni. Hop! Ha. Ana. O. Mana hozir o'zi mana iki oyoqqa sırası mana sapan deymizmi? Ava. Yani şu yerga ta'sir etdi. Mana bu tez ta'sir etadi, tez qanotlanish yaxshilanadi. Ana shu mashq. Ha. Endi men 55 kiloni bir olib qo'ysam ham bo'ladi ko'krak-a? Ha. Ava, bir ko'ring. 55 kiloni. O'tirgan holda. Ava. Tak. Bir ko'rik. Endi bu Sırası onda ko'tarib olganda o'ymi 60 yetib. bo'ladi endi azizdan birda eski bo'ldi hozir. Ha. Bu yengilmas bundan bizlarning yoshlar. Ha, sizning vesi necha kilo? O'g'lim 75 kilo. Ha. Shunda 75 kilo ko'tarishingizga ne bor, ha? Endi zanimasini Zanimasi yetaversa. Buna o'tiribdimi? Ava. Endi bu xudo biladi. Buni sog'liq kelsa ko'taraversin. Endi bu yerda tirnorovga qaraydi, tirnorovga. Ha. Sog'liqqa qaraydi, duxga qaraydi, dux. Ava. Dumimizni ko'krakka qo'yarman axir. Ya Allah siz ko'tarib tursiz-ku. Endi axir Bismillah ko'tarib olmasam, endigilarda ko'rsatarman. Ha, ava. Ana. Ay biyani. Ya Sallera qoldi-da. Ha. Ya sal qoldi. Bo'ladimi? Ava. Bunga qolar shu. Bo'ladi, ha. Rahmat. Bo'ladi.